Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube chora ishqibozlari, sizlar bilan Diyorish kanali. Bugungi sanamiz 2025-yil 26-oktyabr haftani yakshanba kuni aziz obunachilar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quvvat tumani, Quvani qo'sh kechina 3 bosh yaxshi sinaqda sotiladigan sigirlarimiz bor. Shuni sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib beraman. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekranning o'ng tomonida obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring videomiz sizlarga SMS arz etib boradi aziz obunachilar. Mana uchta sigirlarimiz bor o'zimizning xonadonda sotiladigan. Bu molimiz yonidagi bola 3-bola, bola xunachi. Mana bolaga e'tibor beringlar. 2 oylikdan o'tib qoldi. Bo'ladigan narsa. Tishini ochib berdim oldi. Bu yelinlar oq tutan mana. Olasidan so'raganlar, qizil ola. Mana 8ta bosmaydi. To'ldiring arasi. Raza tobidan bor. 10 ta sutga arzonlashlar. Molimiz bo'yi 125 atrofida. Mana orqa yo'g'onliklari ham. Bitta sog'ib berdi, yelinlarini shu. E'tibor beringlar. Mana 3 tani ham ko'rsatib ber. Bo'l. Mol hamma yo'q joyda, yeb ichsa sog'lig'i. Narxi 28 million so'm, kam bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. O'zbekiston bo'ylab iloji bor. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana aziz obunachilar. Bu kallani qaranglar, e'tibor beringlar, janob. Bitta xo'jalik bo'lib sigirlar. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Mana. Bu molimiz yonidagi bola ikkinchi bola mana aziz obunachilar. Bolasi uji 3 oylikdan o'tib qoldi, enasining yoniga kirib qoldi. Mana molimiz. Bu yelinlar 4 joyda. Molimiz bo'yi 1.15 atrofida. Buni ham tishini ochib ber. Mana. Qorasidan so'raganlar, oq tutan. Mana tishlar 8-chilarni to'ldiryapti. Mana aziz obunachilar, yelinlar. 3 tasini ham shu ber. Yumshoq yelinlar ham mana. Bu molimizga 26 million so'm kam bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor, O'zbekiston bo'ylab iloji bor aziz obunachilar. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Bu molni yelinlariga qaranglar. Mana. 26 million so'm kam bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor, O'zbekiston bo'ylab kelishtirilgan holatda. Bu molimiz mana aziz obunachilar. Bu tagini qaranglar janob. Yondagi bola 3-bola bu ham. Bolasi 20 kunlik bo'ldi. Tishini ochib berdim oldi. Qora shahzodasidan so'raganlarga. Mana tishlari ham 8 ta. Bosmaga. Mana yuvoshliklar. 8 ta sutga bu ham. Molimiz ham 8 ta sutga, molimiz bo'yi 120 plus. Bu molimiz ham 8 ta sutga edi. Aziz obunachilar, bu molimiz narxiga 24 million so'm kam bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor, O'zbekiston bo'ylab iloji bor. Mana. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha hamma yo'g'ini olib ko'rsatib beryapman. Aloqaga chiqaverasizlar yoqqan bo'lsa. Mana. Xudo xolasa sut bilan to'ldirib yuboradi uylaringni. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekranning o'ng tomonida obuna bo'lish tugmachasi bor, o'shani bosib qo'ysalaring videomiz sizlarga SMS arz etib boradi. Xayr, salomat bo'linglar.